Bu yuqorqi resim ikki parcha resim bu. Buningda shu tamoqniki eg'izdan kirib qiz o'ngashdan qandoq oshqozonga tushidi deganni tushuntirishniki resmi ustidagi shu yeshil ranglik narsa bizni tomoqqa vakillik qiladi. Tomoq dastlab kirgandan keyin ikkinchi ustidagi resimning ikkinchi yumbuloq belgi qilib qo'ygan bir tor joy bor degan gap. Undan keyin qolsa yana birisi yumbuloq joy qilib qo'ygan. Hamda ostidagi resim qarasanglar aniqroq deb o'ylayman, oshqozon bilan tutashgan joy. Bu yer tariya bo'ladi. Boy dedim 3 tariya bor deb. Undan keyin uning ustidarakda yana bir tariya bo'ladi. Undan keyin shu eg'izdan kirgandan keyin yerda tariya bo'ladi. Nima uchun degan chaqda tomoq kirgandan keyin bir tariyib, bir kengayib qiz o'ngashdan o'tib, undan keyin oshqozonga tushadi. Shunlashqa biz tuyuqsiz ba'zida tiz tomoq yesak, yaq tutib qolamiz. Nima uchun degan chaqda tiz qabul qilib bo'lmaydi qiz o'ngashchu. Shunlashqa tomoqni astaroq yesak, bak yaxshi bo'ldi degan gap. Yana birisi hamda yana tushuntirish berib qo'ysam, ustidagi resimniki birinchi resim qarasanglar, ko'k istirlikiniki belgisi past qarab mangan ko'k istirlikining belgisi. Bu belge nafas yo'liga tutishgan belge. Nima uchun degan chaqda nafas yo'li bilan qiz o'ngash parallel mangadi. Shunlashqa nafas yo'li oldi tarafda, qiz o'ngash orqa tarafda bo'ladi. Shunga biz tomoq yegan chaqda ba'zida bak kulib qo'ysak, yutilib ketamiz. Nima uchun degan chaqda bu neyrolar kontrol qilishga miyada bir qalqon shakllik narsa bo'ladi. Bu qalqon shakllik narsa mush ikkinchi resimda mush ustidagi o'tirdagi resim yumbuloq belgi qo'yib qo'ydim o'tirdagi. Shu itilmay qoladi biz kulgandan keyin. Neyrolar kontrol qilib bo'lmaydi. Shunlashqa yegan tomoqimiz o'pka taraf qarab mangadi. Mangib ketib qolsa baxatarlik ishlar yuz beradi. Shunlashqa tomoq yegan chaqda bek kulib qo'ysak, baxatarlik deydigan gaplarimiz bor. Shunga uning asosi bor gaplar. Hamda bu qiz o'ngash to'g'riliq hamda ayni vaqtida doktorxonadami men qozoq doktorlar bilan fikrlashgan chaqda qiz o'ngash rak to'g'risida baran qilishib qolgan. Qiz o'ngash raki qozoq xalqida ko'proq bo'ladi ekan. Nima uchun deb so'rasam, tog'da yashab, andaqqa ko'pincha hollarda badanni issiq tutish uchun qiziq choy ichadi ekanda, qiziq tomoq yeydi ekan. Bak qiziq tomoq yegashga bu qiz o'ngash raki oson yollig'lanib, rakka aylanib ketish ehtimolligi yuqori bo'ldi ekan-ku. Shu qozoq doktorlarning deb berishi. Shunlashqa bizning Uyg'ur xalqimizmi hamda bo'libmi ayollar bak qiziq choy ichishga bak amroq keldi mening ko'z tushimda. Shunlashqa mushlarga diqqat qilsanglar, bak qiziq choymi mush qiz o'ngashga bak ta'sir qiladi ekan. Bo'libmi shu boy degandek 3 tor joy bor. Shu tor joyga kelganda, u tor joyning sezgirligi bak kuchli bo'ladi ekan. Shunlashqa yallig'lanadi. Yallig'langandan keyin yallig'lanish ig'irlashgan sari, mikrob kirgan sari u yomon taraf qarab mangadi. Shunga tushuntirish beray deb o'ylab qoldim. Undan keyin ostidagi oshqozon tutashgan joymi oshqozon bilan qiz o'ngashning tutashgan joyimi nihoyatda sezgir joy. Ba'zilar ko'pincha hollarda meniki me'dam ichishyotidi deb deydiganlar ko'p. Men atrofimda bak anglayman. Nima uchun degan chaqda mush oshqozonning kislotasiniki ko'plab ketganligidan oshqozon kislotasi pastga qarab mangmay, yuqori qarab, qiz o'ngash taraf qarab mangadi. Shunlashqa oshqozon kislotasiniki kislota nimasi nihoyat yuqori bo'ladi. Odatda pH deb qo'yamiz, pH 1.5 atrofida bo'ladi ekan, nihoyat kuchli bo'ladi ekan, 1 bilan 1.5 oralig'ida. Shunlashqa qiz o'ngash kirgandan keyin qiz o'ngashni shu yallig'lanib ko'ydirish roli bo'ladi ekan. Shunga hamda tomoqqa alohida diqqat qilishingizni umid qilaman.